Selamünaleyküm hemmeye. Yaxşımızlar, harmanlar. Emre Bey'e yine bilyard akademiyamızda çempionattan başlap aldık. Mening qaranda qarang, siz hozir Xorazmda bilyard federatsiyasining reisiz. O'zi bu sohaga kirib kelishsiz necha kun? Şimdi doğru savol verdiniz. Bu saha girip gelişim ben Xorazm viloyatında şu bilyard bilan shug'ullanib Toshkentga borganman. Toshkentda 99-yil musobaqaga qatnashib 1999-yil Neda bu? Toshkentda bormi? Toshkentda va Severniy vokzalda shu bizning ustozlarimiz bor. Bahrom aka Sadiqov, Sultonxo'ja bor, Narxo'jayev. Shu ustozlarni shu bilyardında şöyle Şerali, rahmetli Şerali Jo'rayev ham bo'lgan. Ha. Shu yerda men birinchi marta turnirga qatnashib O'zbekiston mutlaq chempion bo'lganman shu yerda. 99-yil. 99-yil 25-dekabrda. Ha. Bir 2000-yili Xorazmga bir sovg'a olib kelganman. Ha. Shu nima o'ylayapman, bu bilyard bilan yosh vaqtimdan beri shu armiyadan kelgandan beri shug'ullanaman. Shunda bir 30-40 yil bo'lganda, 43 yil bo'ldi. 43 yil. 43 yil bo'ldi. Bilyardga qiziqqanim. Ha. Lekin 26-27 yil bo'ldi O'zbekiston mutlaq chempion bo'lganman. Oston nelerim var kendidir bu ya. Germaniya mana bir yere. Şimdi jahon chempionatına 2001'de O'zbekiston mutlaq chempion bo'lganimdan keyin Toshkentda yo'llanma geldi bana. Ha. Shunda Bahrom aka ustoz aytdi, "Amra borasanmi?" dedi. Germaniyaga. Taklifnoma kelib turibdi dedi. Men boraman dedim. Shunda aytib, yo'llanmani olib bu vaqtimda İslam Babacanov edi. Ankalı hakim yanına gelip teklifnamani ko'rsatib, shuning uchun bir foto berince yanına geldi. Ha, bir dua qiling, bir Dua yolunuz qilindi. olsun. İslam Babacanov shu duo qilib, doim o'tib kelsan shu Xorazmning bayrog'ini, O'zbekistonning bayrog'ini chet elga borib getirib kelsan deb foto berdi. Rahmat, bu inson ham balki hokim edi. Nerede indi gep bizi böldüm deriz böylesi bu medallan mıydı alansız? Medalni sportga kirgizgan bizani bilyard federatsiyani O'zbekiston bo'yicha prezidenti O'tkir Kamilov, general mayor O'tkir Kamilov sportga kirgizib, bilyardni rivojlantirib, shaxsan prezidentning yonına girib, ruxsat olib chiqdi. Shunda aytib, şu yerda shu ishlarni bilyard bilan shug'ullanganlarimni bilib turib, federatsiya rahbariyati olib, bilyard federatsiyasining rahbariyati Xorazmga tayinlab qo'ydi, bir medallar berdi. Ha. Qolaversa yaqinda nima bo'yicha, SMG davlat bo'yicha Qozog'istonga borib, bu yerdan faxriylar o'rtasida 105 odam qatnashdi. Ha. Shu 105 odamning ichida kubokni olib keldim birinchi o'rinda. Birinchi o'rinda. Shunda deb yoshligimizdan o'ynab o'tmiz. Yine bilyard akademiyani ochdik bu yerda. Endi Alloh shu bolalarni yashatish maqsadimiz nima bizning? Maqsadimiz shu bolalarni yoshlarni jalb etib shu Boş vaqtimdan unumli foydalanib, sportga jalb qilib, sog'lom turmush tarzini raqobatlantirib, rivojlantirish. Maqsadimiz shu. Yine bitiribmiz, Xudo qalasa 4 nafar yigitimiz qoldi. Yaxshi sportsmenlar. Men o'ylayman shu bizani O'zbekiston bo'yicha qatnashib biladigan, jahon chempionatida qatnashib biladigan bolalar chiqaramiz. Shular endi bu yerda saralash bo'lib turibdi hozir. O'zbekiston ichida. Shu yoshlar kelsa biza o'rgatamiz ham, bilmaganni o'rgatamiz. Shu kungacha necha chiqardingiz? Bir 10-15 şehirlerim var. Rossiyada oynadık. Bir yerden köp adamlar şu katliğimizde yanınıza gelediler. Yanıma gelip şimdi öğrensek bala mı dedi yaşlar. Çayın nikahlandı. 10 yaştan şu 70 yaşaça ürgete veremiz. Bir de bilyard aslında yaş terlemiydi kendi. Neler atkan, orası atkan bilyard aristokratiski oyunda batılır. Hakikaten bu bilyard centilmenlerin oyunu ama
Beyler başkaça verip düşünmeyen adamlardan bize yaşlılığımızdan oynayıp gelatırmız. Yine karşı oynayımız ama. Ben olayım şu olimpiyada nesinem giredi. Musabakasına. Musabakasına giredi. Aa. Jakan boyunca oynaltıptı. Oo. Olimpiyada musabakasına Olimpiyada oyunlarına. oyunlarından giredi diye ümitlemem ben. Şu olimpiyski çempiyonluğunu çıkaracak mı? Danıtacak mı? Özüm danıldım indi. Ama yaşamam indi doğru. Pens edemem. Ama şu ballanam şu benden hem güçle tutup yaşlan çıkaracak mı? Çempiyonluğuna. Maksadım. Hava maksadım. Yaz çempiyonluğuna. Özbekistan namından gördüğünüz ortaklı. Bilyard oynamam dedi o neki ülkelerimiz, ağalarımız, yigitlerimiz olsa gele öğretse Bilyard Akademiyada yine Emre Bikamız, Xorazm viloyat Bilyard Federatsiyasının reisi, usta bilyard biz elbette köp çempionatlarda qatnaşıb, mutlaq alıblar, faxırlı o'rinlarni egallab keltirgan ustozlarimizdan, qolaversa, yoshlarimizni o'rganaman deydi o yoshlarimizni bilyardni ko'nglida xolis niyat bilan kelgan ukalarimizni, og'alarimizni beminnat o'rgatadilar. Bemalol kelaverasizlar, murojaat qilaverasizlar. Akademiyamizda hozir chempionatga chiqib, iloji boricha shu turnir ishtirokchilarini xalaqit qilmagan holda sal astarab gaplashib turibmiz. Shuni tushunaverasizlar. To'g'rimi? Çempiyonattan mı tuttu? Chempionatdan o'tib turibdi hozir shu Polo yerda. final oyun başlanadı. Bu final o'yin boshlanadi. 5-10 Görüp minutda ötesinde Instagram'da ama YouTube kanallarda göreste. Hava. Allah kim birinci orun aldı, kim ikinci orun aldı. Sigaret, pigaret degan narsalar yo'q. Akkuratni chiroyli bo'lib o'sib turibdi. Yine ben sana açıp çekedim. Şu birinci ustazım bana Moskvaga aparıp bir gitken Kemal Ali diyen ustazım var edi, rahmetli bo'lgan. Hava. Şu yanımdaydı ben. Ha, chempionatga borganda. Çempiyonata barganda beçara kollab kuvvetlab şu şairdim de durdu. Motivatsiya berib turganda. Şöyle mutlak çempiyon buldum ben. Severni Ağzal'da Bahramek açıp koyardı. Sadikov. Tam şu federasyonu adamı Özbekistan boyunca şunu bilyard klubunda bitirgende bar edi şu ustazım ağam. Yerevaytan aytamız yaxşı insan edi. Allah rahmet etsin. Joylari jannatda olsun. Oxiratda rohat olsun deymiz. Meni masalan yoshlar ko'p bilyardni masalan shu sport O'zbekistonda sport narsasiga kirgizib sababchi bo'lgan insonlardan shular. To'g'rimi? Sport turiga kirgizib. Benim şu şuladin şu insanların ballarını özümden ziyaret edip terbiyeler bakalarsan açıp bitkenimni Cahan musabakalarında arenalarında musabakalarındaki olimpiyski ne açılsa şularda katnaşıp yaxşı orunlarını alır. Faxırlı o'rinlarni olib yurish tilakdoshimiz. Hamma yigitlarimizni, qolaversa chempionatda qatnashib turgan, turnirda qatnashib turgan yigitlarimizni muvaffaqiyatlarni tilaymiz. Faxırlı o'rinlarni olib, iloyim jahon chempionatlarına chiqib yurishni tilakdoshimiz. O'zbekistonimiz bayrog'ini yanada baland ko'tarib yurishni tilakdoshimiz. Omad tilaymiz hammasini. Emre aka, sizga katta rahmat. Sog' olun. Sizden rahmat. Keyingi turnirlarda yana bir ko'p suhbatlashamiz siz bilan. Her ay ötüremiz Xudo kulak. xohlasa, Alloh nasib etsa. Kalaverse şimdi niyetlerim var. Özbekistan çempiyonatını birincilikini ötkeziş. Niyetlerim var şöyle Yoshlarni chorlab. hem yerden Özbekistan'ın tumalarına, vilayetlerine adamlar gelip şöyle bizani Akademiya Bilyard klubumuzni ko'rsatish. Respublikamizning turli hududlaridan yosh yuragidan o'tib yigitlarimizni shu chempionatda chorlab, shu yerda turnirlarimizni o'tkazib olish. O'zbekiston bo'yicha, respublika bo'yicha. To'g'rimi? Doğru. Yashang, sog' bo'lin. Salomat bo'lasizlar, omon bo'linglar. Efirlarimizni kuzatib boringlar. Like, repost, подписки yoddan chiqmasin. Обязательно. Kutamiz, sog' bo'linglar.